Assalomu alaykum. Barakal dasturxon kanaliga xush kelibsiz. Azizlar, sizlar bilan yana uchrashib turganimdan juda ham xursandman. Bugun sizlar bilan birgalikda juda mazali paxlava pishiramiz. Unimizni idishimizga solib olamiz va bir choy qoshiq razrixiter solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi esa morozinikda turgan silveshni yog'imizni unga belab, qirg'ichdan o'tkazib olamiz. Mana qirg'ichdan o'tkazib, yaxshilab uvoq qilib, ya'ni kroshka qilib olamiz. Men bu paxlavaga 5 ta tuxum ishlatdim. 4 ta tuxumni sarig'ini xamirga, bitta sarig'ini esa ustiga surtish uchun olib qo'ydim. Mana uvoq qilib oldik. Endi tuxum sarig'ini, smetanamizni solamiz. Ko'pchilikka ma'lum, smetanamiz ko'pincha 20% bo'ladi. Men ham shu 20% smetanani ishlatdim. Xamirimizni yaxshilab aralashtirib, yumshoqqina qo'lga yopishmaydigan xamir qilamiz. Va uni 3 ta zuvalaga bo'lib olamiz. Birisini sal kattaroq qilamiz. Qolgan ikkalasini teng kattalikda qilamiz. Xamirni morozinikka joylab, nachinkalarimizni tayyorlab olamiz. Yong'oqni maydalab olamiz. Mana yong'oqni maydaladik. Endi esa mana idishga 5 ta tuxumni oqini olib qo'yganman. Uni yaxshilab ko'pirtirib, oqartirib olamiz. Men ko'pincha paxlavaga saxarli pudra ishlataman. Mana 250 gram saxarli pudrani yong'oq maydasi bilan aralashtirib, keyin uni tuxum oqiga qo'shamiz. Mana tuxum oqiga qo'shib, yaxshilab aralashtirib oldik va uni bir chekkaga olib qo'yamiz va xamirlarimizni yoyishni boshlaymiz. Diskga moslab, pergament qog'ozga qo'yib olib, yoyishni boshlaymiz. Va bitta-bittalab yoyib olamiz. Azizlar, agar sizlar kanalimizda birinchi bo'lsangizlar, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosishni unutmanglar. Roliklarimiz yanada ko'proq aylanishi uchun esa like tugmachasini bosishingizni juda ham istardim. O'shanda ko'pchilik meni roliklarimni ko'radi. Mana xamirimizni yupqa qilib, chiroyli qilib yoyib olamiz. Bu katta zuvalamiz edi. Birinchi diskga birinchi qo'yiladi. Mana diskga solib taqlab olamiz.
nachinkamizni yarmini solib tekis qilib yoyib olamiz. Men yana bu nimaga mayiz bilan ham bezatdim. Mayiz soldim ichiga. Ikkinchi xamirimizni ham taxlab, uni ustidan nachinkani yarmini solib, yana mayiz solamiz. Ana endi oxirgi 3-xamirimizni qo'yib, to'g'irlab taxlab olib, ustidan tuxum sarig'ini surtib chiqamiz. Mana tuxum sarig'ini surtyapman. Mana saxinni pudra solingan. Mana shu pahlavamiz juda ham og'zida eriydigan, yumshoqqina bo'ladi. Tez qotib qolmaydi. Mana surib bo'ldik. Endi xamirimizni rombik shaklida kesib chiqamiz. Buni 3-xamirga yetkazmasdan kesamiz. Kesib bo'lganimizdan keyin esa uni yong'oq bilan bezab chiqamiz. Mana yong'oqni yarmi bilan gazni avvaldan yoqib qo'yganman, gaz pechini. Mana gaz pechida 180 gradusda 50 daqiqada pishirib olamiz va bunga issiqligida 2 osh qoshiq tabiiy asal bilan magazinni kuyomini aralashtirib, oralariga solib, ustidan surtib chiqamiz va chiroyli qilib dasturxonga tortsak ham bo'ladi. Siz ham albatta bu pahlavani pishirib ko'ring. Menisi sizlarga yoqimli ishtaha tilab, yana uchrashguncha azizlar deb qolaman. Hamisha sog' salomat bo'linglar. Yana uchrashguncha.